Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar va kanalimiz a'zolari. Bugun shunday bir mavzuni muhokama qilamizki, bu har birimizga gaz hisoblagichi bo'lgan har bir uy egasiga bevosita tegishli. Buni aytishga majburman. Bu ma'lumot hayotiy zarur va sizni juda katta muammolardan qutqarishi mumkin. Shuning uchun hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va ushbu videoga like bosing. Chunki siz eshitmoqchi bo'lgan narsa haqiqatda shok bo'lishi mumkin. Ko'plab yurtdoshlarimiz bugungi kunlarda gaz idoralarining reydlari va hisoblagichlarni tekshirishlari ortidan yuzaga kelayotgan juda katta miqdordagi jarimalar bilan to'qnash kelmoqda. Ba'zi holatlarda bu jarimalar shunchalik kattaki, odamlar hatto o'z uylaridan ayrilib qolish xavfi ostida qolmoqdalar. Bu holat qanday yuzaga keladi va undan qanday qutulish mumkin? Hozir batafsil gaplashamiz. Muammoning mohiyati, oldinlari va hozirgi vaziyat o'rtasidagi farq avvallari, ya'ni bir necha yil oldin gaz hisoblagichlari bilan bog'liq muammolar unchalik keskin tus olmasdi. Deylik, hisoblagichingizni kafolat muddati tugagan bo'lsa ham, gazchi kelib uni almashtirib ketar yoki mayda nosozlik bo'lsa, tushuntirish ishlari olib borilardi. Jarimalar miqdori ham hozirgidek astronomik emasdi. Asosan gazdan noqonuniy foydalanish holatlari, masalan, hisoblagichdan tashqari g'ur tortish yoki hisoblagichni chetlab o'tish kabi aniq o'g'rilik holatlarida jiddiy choralar ko'rilardi. Kichik kamchiliklar uchun esa ko'pincha ogohlantirish bilan cheklanilardi yoki kichik jarimalar belgilanardi. Ammo hozir vaziyat butunlay o'zgarib ketdi. Bugungi kunda qonunchilik yanada qattiqlashgan. Gaz ta'minoti tizimidagi har bir detalga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Endi hattoki oddiy hisoblagichning muddati o'tib ketganligi yoki uning ishlashida eng kichik og'ish bo'lganligi ham sizga juda qimmatga tushishi mumkin. Texnik jihatdan eskirgan, kafolat muddati tugagan hisoblagichlar ham noqonuniy foydalanish yoki gaz sarfini hisobga olmaslik deb baholanmoqda. Eng dahshatlisi shundaki, bu jarimalar avvalgi davr uchun, ya'ni 3 yilgacha bo'lgan muddat uchun hisoblanmoqda va bu albatta oddiy fuqaro uchun juda og'ir yuk bo'lishi mumkin. Hukumat gaz yo'qotishlarni kamaytirish va iste'molchilar tomonidan resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlashga qaratilgan qattiq choralar ko'rmoqda. Bu bir tomondan yaxshi, ammo ikkinchi tomondan uning oqibatlari ba'zi insonlar uchun falokatli bo'lishi mumkin. Batafsil tahlil, nimalarni bilishingiz kerak, kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasa ham bo'ladi, keling. Endi bu vaziyatni chuqurroq ko'rib chiqaylik. Kimlar bu borada ayniqsa ehtiyot bo'lishi kerak? Birinchidan, eski turdagi gaz hisoblagichlariga ega bo'lganlar. Agar hisoblagichingiz erta Sovet davridan qolgan bo'lsa, uning muddati allaqachon tugagan bo'lishi ehtimoli juda yuqori. Bunday hisoblagichlar zamonaviy standartlarga javob bermaydi va ularni zudlik bilan almashtirish lozim. Hatto u ishlayotgan bo'lsa ham, gazchilar uni eskirgan deb hisoblashi mumkin va sizga katta jarima solishi mumkin. Ikkinchidan, hisoblagichning qachon oxirgi marta tekshiruvdan o'tganligini yoki o'rnatilganligini bilmaydiganlar. Har bir hisoblagichning o'z tekshiruv oralig'i bor, odatda 4 yildan 5 yilgacha, modeliga qarab. Agar bu muddat o'tib ketgan bo'lsa, hisoblagich davlat tekshiruvidan o'tmagan deb hisoblanadi va uning ko'rsatkichlari yuridik kuchga ega emas deb topiladi. Bu degani sizga iste'mol qilingan gaz uchun emas, balki quvur diametrining o'tkazish qobiliyati bo'yicha maksimal sarf asosida hisoblangan summa keladi. Uchinchidan, hisoblagichni o'zgartirish yoki uning joylashuviga aralashishga uringanlar. Ba'zilar internetdagi maslahatlarga ishonib, hisoblagichning ishlashiga ta'sir etuvchi magnitlar qo'yishadi yoki ichki mexanizmini o'zgartirishga harakat qilishadi. Bu eng og'ir huquqbuzarlik hisoblanadi va buning uchun jarimalar miqdori ehtimol siz kutgandan ham ko'proq bo'ladi. Bu shunchaki jarima emas, balki gazni o'g'irlashga tenglashtiriladi. To'rtinchidan, gaz quvurlariga o'zboshimchalik bilan ulanganlar yoki ularning joylashuvini o'zgartirganlar. Masalan, isitish qozonini o'zboshimchalik bilan ko'chirgan yoki boshqa bir nuqtadan qo'shimcha gaz olganlar. Bu ham jiddiy qonunbuzarlik. Keling, bir necha real hayotiy misollarni ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, farg'onalik bir oila deylik, Amajon aka va uning rafiqasi. Ular 15 yildan beri bitta eski hisoblagichdan foydalanib kelishgan. Hisoblagich yaxshi ishlardi. Pulini ham muntazam to'lab kelishardi. Bir kuni gazchilar tekshiruvga kelishdi va hisoblagichning zavod raqami eskirib ketganini va hisoblagichning o'zini eskirganligi sababli tekshiruvdan o'tishga yaroqsiz deb topishdi. Hisoblagich ishdan chiqqanligi rasmiylashtirildi.
Ammo bu oddiy buzilish emasdi. Gaz idorasi 3 yil orqaga hisoblashni boshladi. Qanday qilib? Ularning maishiy gaz plitasi va suv isitish qozoni bor edi, gaz qoidalari bo'yicha. Agar hisoblagich ishlamasa, gaz sarfi hisoblagichdan o'tadigan quvurning diametri va gaz iste'mol qiluvchi moslamalarning maksimal quvvatiga qarab hisoblanadi. Bu degani Amadjon akaning oilasi go'yoki 24 soat davomida plita va qozonning maksimal quvvatida gaz yoqib turgan deb hisoblandi. Natijada ularga 3 yil uchun qariyb 45 million so'm miqdorida jarima hisoblandi. Bu pulni bir oila qayerdan oladi? Bu summa ularning uyining yarim narxiga teng edi. Ikkinchi misol, Toshkent shahridan bir yigit Sarvar. U kvartirasiga yangi isitish qozoni o'rnatmoqchi bo'ldi. Eski gaz quvuri noqulay joylashganligi sababli ustiga qo'shimcha quvur torttirib, qozonni boshqa joyga ko'chirtirdi. Gaz idorasidan ruxsat olmadi, chunki bu kichik ish deb o'yladi. Bir necha oydan keyin tekshiruv keldi. Ular yangi quvurni topishdi, u hisoblagichdan keyin, lekin gaz idorasining sxemasida yo'q edi. Bu gaz tarmog'iga o'zboshimchalik bilan ulanish deb baholandi. Sarvarga hisoblagichdan avvalgi quvurning diametri bo'yicha hisoblangan summa, ya'ni go'yo u barcha 3 yil davomida quvur orqali maksimal miqdorda gazni o'g'irlagan deb topilib, 28 million so'm jarima solindi. Hatto u bu gazdan qanchalik o'z foydalangani isbotlay olmadi, chunki tizim uni nazarda tutmaydi. Uchinchi misol, Samarqandlik pensioner xola Gulnora xola. Uning hisoblagichining oynasiga yo'riq tushgan edi. U bunga unchalik e'tibor bermadi, chunki hisoblagich baribir raqamlarni ko'rsatardi. Bir necha yildan keyin tekshiruv kelganida ular yo'riqni topishdi. Bu holat hisoblagichga tashqi ta'sir deb baholandi. Garchi Gulnora xola qasddan bunga hech qanday aralashmagan bo'lsa ham jarima solindi. Sabab buzilgan hisoblagich orqali gaz iste'moli nazorat qilmagan. Bu holatda ham 4 yillik maksimal iste'mol bo'yicha hisoblash usuli qo'llanildi. Summa 35 million so'm atrofida edi. Gulnora xola nafaqasi bilan bu pulni to'lashga qurbi yetmasdi. Kim xavotir olmasa ham bo'ladi? Agar sizning hisoblagichingiz zamonaviy turdagi bo'lsa, doimiy ravishda davlat tekshiruvidan o'tib turgan bo'lsa, siz uning o'rnatilishidan beri hech qachon uning ishlashiga aralashmagan bo'lsangiz va gaz quvurlarini o'zboshimchalik bilan o'zgartirmagan bo'lsangiz, hammasi joyida bo'lishi kerak. Shuningdek, gaz uchun to'lovlarni o'z vaqtida va to'liq amalga oshirsangiz, siz tinchgina uxlashingiz mumkin. Ammo yuqorida sanab o'tilgan xavf guruhiga kirsangiz, zudlik bilan chora ko'rish lozim. Istisnolar, tuzoqlar va noaniq nuanslar bu yerda asosan istisnolar emas, balki tuzoqlar va noaniq nuanslar haqida gapiramiz. Chunki qoidalar juda qattiqlashgan. 1. 3 yillik muddatning siri. Nima uchun aynan 3 yil orqaga hisoblanadi? Bu ma'muriy huquq buzarliklar to'g'risidagi qonunchilikda belgilangan muddat bilan bog'liq. Ko'pgina ma'muriy qonunbuzarliklar uchun javobgarlik muddati 3 yilgacha bo'lishi mumkin. Gaz idoralari buni ma'muriy huquqbuzarlik deb baholab, maksimal muddatni qo'llashadi. Hisoblagich noto'g'ri ishlagan yoki tekshiruvdan o'tmagan davr uchun gaz iste'moli hisobini olib borish imkonsiz bo'lganligi sababli. Ular qonuniy ravishda maksimal quvvatdan kelib chiqqan holda hisoblashga haqli ekanliklarini da'vo qilishadi. 2. Maksimal quvvat bo'yicha hisoblashning shafqatsizligi. Bu usul yuqorida aytib o'tganimizdek. Sizning gaz plitangiz yoki isitish qozoningizni kuniga 24 soat, yiliga 365 kun to'liq quvvatda ishlayotgan deb hisoblashni anglatadi. Tabiiyki, bunday iste'mol hech qanday real hayotda mavjud emas. Bu amaliyot ko'pchilik uchun adolatsizlik tuyulishi mumkin. Ammo qonunchilikda nazorat moslamasi hisoblagich ishlamagan taqdirda boshqa hisoblash usuli ko'rsatilmagan. Bunday hisoblash usuli gaz tizimini hisoblagichsiz ishlatganlik uchun ham, hisoblagich buzilgan yoki uning muddati o'tgan holatlar uchun ham qo'llanilishi mumkin. 3. Hisoblagichning ishdan chiqqanligi va aralashuv o'rtasidagi farq. Hisoblagich ishdan chiqqan texnik nosozlik, hisoblagich o'z-o'zidan tashqi aralashuvsiz buzilgan bo'lsa, masalan, mexanizmi tiqilib qolgan, oynasi yorilgan, raqamlari ko'rinmay qolgan. Bu holatda ham yuqoridagi kabi 3 yillik maksimal iste'mol bo'yicha hisoblanadi. Ammo bu o'g'irlik emas, shunchaki hisobni yuritish imkonsizligi, hisoblagichga aralashuv, qasddan buzish. Hisoblagichning plombasiga zarar yetkazilgan bo'lsa, uning ichki mexanizmiga o'zboshimchalik bilan ta'sir o'tkazilgan bo'lsa, masalan, magnit qo'yish orqali bu gazni o'g'irlash deb baholanadi. Bunday holatda jarima miqdori ancha yuqori bo'ladi.
va siz jinoiy javobgarlikka tortilish xavfi ham mavjud bo'ladi. Ko'pgina hollarda tashqi ta'sir, yo'riqlar, tirnalishlar, bo'yoq izlari va boshqa mexanik shikastlanishlar orqali aniqlanadi. Hatto agar siz hisoblagichni bo'yab, uning raqamlarini yopib qo'ysangiz ham, bu aralashuv deb talqin qilinishi mumkin. Chunki u tekshiruvni qiyinlashtiradi. 4. Komissiya va dalolatnoma aktning ahamiyati. Gazchi sizning uyingizga kelib, qoidabuzarlikni aniqlagan taqdirda, u yakkama-yakka emas, balki 2 nafar xolis guvoh ishtirokida dalolatnoma tuzishi shart. Bu dalolatnomada aniqlangan qoidabuzarlikning barcha detallari, hisoblagichning holati, plombalar, quvurlarning joylashuvi va boshqa tegishli ma'lumotlar to'liq yozilishi kerak. Agar sizga dalolatnomani imzolashni taklif qilishsa, uni diqqat bilan o'qib chiqing. Agar biror narsaga qo'shilmasangiz yoki shubhangiz bo'lsa, qo'shilmayman degan yozuv bilan imzolashga haqlisiz va o'zingizning e'tirozlaringizni yozib qoldirishingiz kerak. Hech qachon bo'sh varaqqa yoki tushunmagan hujjatga imzo chekmang. Bu hujjat sizning kelajakdagi himoyangiz uchun asos bo'ladi. 5. Vijdonli va vijdonsiz inspektorlar. Ba'zida gaz idoralari xodimlari barcha qoidalarga rioya qilmasliklari mumkin. Ular dalolatnomani yakkama-yakka tuzib, guvohlarsiz olib ketishga harakat qilishlari yoki sizga haqiqatga to'g'ri kelmaydigan ma'lumotlarni yozishlari mumkin. Har doim ulardan shaxsini tasdiqlovchi hujjatni so'rang va barcha harakatlarini videoga yoki audio yozuvga oling. Bu sizning huquqingiz. Video yozuvlar keyinchalik sizning sud yoki yuqori tashkilotlarga murojaatingizda asosiy dalil bo'lib xizmat qilishi mumkin. 6. Ogohlantirishlarni e'tiborsiz qoldirish xavfi. Agar sizga gaz idorasidan hisoblagichning muddati tugagani yoki boshqa muammo haqida ogohlantirish kelgan bo'lsa, uni zudlik bilan ko'rib chiqing. Chunki keyinchalik bu siz xabardor edingiz degan dalil bo'lib xizmat qiladi va sizning ahvolingizni yanada og'irlashtirishi mumkin. 7. Nima 3 kvartirani yo'qotish xavfi bor? Agar sizga hisoblangan jarima shunchalik katta bo'lsa-ki, uni to'lashga qurbingiz yetmasa, gaz idorasi sizdan pulni undirish uchun sudga murojaat qilishi mumkin. Sud qaroriga binoan ijrochilar sizning mol-mulkingizni jumladan kvartirangizni ham sotib, qarzdorlikni qoplashi mumkin. Bu ayniqsa yuqori narxdagi jarimalar va qisqa to'lov muddatlari sharoitida juda jiddiy xavf. Amaliy maslahatlar. Siz nima qilishingiz kerak? Endi eng muhim qism, nima qilish kerakligi haqidagi amaliy tavsiyalar. 1. Hisoblagichning pasportini toping va tekshiruv muddatini aniqlang. Har bir gaz hisoblagichining o'z pasporti bo'ladi. Unda o'rnatilgan sanasi va keyingi davlat tekshiruvi sanasi ko'rsatilgan bo'ladi. Agar pasport yo'q bo'lsa, hisoblagichning o'ziga qarang, u yerda ham yorliqlar bo'lishi mumkin. Agar muddat o'tgan bo'lsa yoki unga yaqinlashib qolgan bo'lsa, darhol harakat qiling. Hisoblagichingiz qaysi model ekanligini, qaysi yilda ishlab chiqarilganini va uning metrologik tekshiruv muddati qancha ekanligini bilish juda muhim. 2. Mahalliy gaz ta'minoti tashkilotiga murojaat qiling. Hisoblagichingizning muddati o'tgan bo'lsa, o'zingiz gaz ta'minoti idorasiga borib, hisoblagichni almashtirish yoki tekshiruvdan o'tkazish uchun ariza yozing. Murojaat qilganligingiz haqida kiritilgan arizaning nusxasini yoki uning raqamini albatta oling. Bu sizning tashabbus ko'rsatganingizni tasdiqlovchi hujjat bo'ladi. Murojaatni imkon qadar yozma ravishda amalga oshiring. Chunki og'zaki murojaatlar keyinchalik isbotlash qiyin bo'ladi. Elektron murojaat qilish imkoniyati bo'lsa, undan foydalaning. O'togaz xodimi kelganda har doim uning shaxsini tasdiqlovchi hujjatini so'rang. Bu uning ID kartasi yoki xizmat guvohnomasi bo'lishi mumkin. Bu shunchaki ogohlantirish emas, siz uni ko'rishga haqlisiz. Barcha harakatlarni videoga yoki audio yozuvga oling. Bu sizning huquqingizni himoya qilish uchun muhim. Telefoningizni olib, shunchaki ruxsat etasizmi? Men sizning ishingizni videoga olaman deb so'rashga ham hojat yo'q. Chunki o'z uyingizda yozishga haqlisiz, ayniqsa rasmiy shaxs kelganida. 4. Hech qachon tushunmagan hujjatga imzo chekmang. Agar gazchilar qandaydir dalolatnoma tuzishsa, uni diqqat bilan o'qib chiqing. Agar biror bandi yoki umumiy mazmuni sizga tushunarli bo'lmasa, yoki siz u yerda yozilganlarga qo'shilmasangiz, imzo chekishdan bosh torting. Yoki agar imzolashga majbur qilishsa, qo'shilmayman deb yozib, keyin imzo cheking va nimaga qo'shilmasligingizni qisqacha ko'rsating. Masalan, hisoblagichga aralashuv aniqlanganligi bilan rozi emasman deb yozishingiz mumkin. Dalolatnomani bir nusxasini o'zingizga olishni talab qiling. 5. Huquqlaringizni biling.
Sizning huquqlaringizni himoya qilish uchun yuridik maslahat olishdan tortinmang. Agar sizga jarima solinsa va siz u bilan rozi bo'lmasangiz, siz sudga yoki yuqori turuvchi tashkilotlarga, masalan, hudud gaz ta'minotining hududiy boshqarmalariga, o'z standart agentligiga, Adliya vazirligining hududiy bo'linmalariga murojaat qilishga haqlisiz. Shuningdek, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyatiga murojaat qilishingiz mumkin. 6. Barcha to'lov kvitansiyalarni saqlang. Gaz uchun to'langan barcha kvitansiyalarni, hisoblagich ko'rsatkichlari yozilgan qog'ozlarni saqlab qo'ying. Agar sizga katta miqdordagi jarima kelgan bo'lsa, bu hujjatlar sizning himoyangizda muhim rol o'ynashi mumkin. 7. Agar jarima kelsa, vahimaga tushmang. Birinchi navbatda aniq vaziyatni tushunishga harakat qiling. Qaysi qoidabuzarlik uchun qanday asosda qancha miqdorda jarima hisoblanganligini aniqlang. Barcha kerakli hujjatlarni to'plang. Hisoblagich pasporti, to'lov kvitansiyalari, gaz idorasidan kelgan xatlar va boshqalar. Keyin yuridik maslahat uchun murojaat qiling. Ba'zida yuristlar yordamida jarima miqdorini kamaytirish yoki uni butunlay bekor qilish imkoniyati bo'ladi. 7. Muntazam texnik xizmat ko'rsatishga e'tibor bering. Gaz uskunalari va hisoblagichlarning holatini muntazam ravishda tekshirib turish, texnik xizmat ko'rsatish ishlarini o'z vaqtida amalga oshirish ularning uzoq va muammosi ishlashini ta'minlaydi. Har yili mutaxassislarni chaqirib, gaz qovurlarining germetikligini va hisoblagichning holatini tekshirib turish, hatto pullik bo'lsa ham, keyinchalik katta jarimalardan ko'ra ancha arzonroq tushadi. Xulosa va yakuniy chorlov, qadrli do'stlar, ko'rib turganingizdek, gaz hisoblagichlari bilan bog'liq muammolar oddiy texnik nosozlikdan ko'ra jiddiyroq tus olgan. Bu shaxsiy moliyaviy barqarorlikka, ba'zan esa hatto mulkingizga ham tahdid solishi mumkin. Bugungi kunda gaz idoralarining qattiq nazorati va qonunchilikdagi o'zgarishlar sizdan ehtiyotkorlik va mas'uliyatni talab qiladi. Shuning uchun yuqorida aytilgan tavsiyalarga amal qiling. Hisoblagichingiz va gaz quvurlaringizning holatini doimiy nazorat qiling. Barcha hujjatlarni tartibda saqlang. Umid qilamanki, bugungi ma'lumot siz uchun foydali bo'ldi va sizni ko'plab muammolardan saqlab qoladi. Siz bu vaziyat haqida nima deb o'ylaysiz? Balki sizning ham shunga o'xshash tajribangiz bo'lgandir. Izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Bu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Zero biz siz uchun doimo eng dolzarb va foydali ma'lumotlarni taqdim etishga harakat qilamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha o'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling.